Assalamu alaikum. Uyg'uriston Cumhuriyeti, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'deki barliq partiya a'zolari ve dünyanın her qaysi joylariga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz vatandoshlarım, yaxshimisizlar? Men vatandoshlar Ablajon Leylaman, Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2021 yılı 5 ayının 14 günü Cuma. Men muşu qitimliq ro'za heyitimiz ve bugünkü ulug' Cuma kunida qo'limga telefonni ilib, hech qanday tayyorliqsizla yurak so'zlarimni sizlarga normal ve ommabop şekilde bir anlatışını layık gördüm. Ko'pchilikning ko'ngil qo'yib anglashini iltimos qilaman. Aziz vatandoshlarım, aziz partiya a'zolarim, aziz partiya rahbarlarim, yaxshimisizlar? Hammangizlarga ma'lum bo'lganidek, partiyamiz qurilganiga 1 yil bo'lib ozroq vaqt oshgan bo'lsa-mu, biz bu qisqa vaqt ichida Xitoy va uning butkul dunyoga tarqatgan vabo kesili tufayli xalqimizning dunyoning har qaysi joylarida, mamlakat ichi va sirtida uylarga solinib qilishdek bundaq nachar bir sharoitdan intayin unumli foydalanib, partiyamizning bu vatan mening vatanim, mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan kuchli ideologiyamiz orqasida ching turib, biz mana bu shunday nachar bir sharoitdan unumli foydalanib, partiyamizning bu yangroq nizomnomasini ve ideologiyasini, yani ideyasini butkul xalqimizga bir amal qilib to'liq anglatish uchun intayin qattiq kuch sarf qildik, energiya sarf qildik ve to'xtamay tashviqot elib bordik. Natijada xalqimizga büyük Uyg'ur milletining o'z nomida davlat qurishdan iborat bundaq bir hozirgi zaman siyosatiga intayin uyg'un keladigan ve tarixdagi o'tkazgan xatoliklarimiz ve mağlubiyetlerimizge xotimi beradigan Uyg'ur millatchiligi ve Uyg'ur g'ururini tiklash, Uyg'urlarning Uyg'ur bo'lganligi uchun faxrlanishini ve tarixdagi ajdodlariga ve ularning qahramonlik ish izlariga, an'analariga ko'ra kurash ve inqilobga her zaman tayyor turishiga chaqirdik. Neticede xalqimiz bizni her holda bir qadar tanidi. Ve şunun bilan birga yana tashqi dunyoda bir asrga yaqin ilib borgan vatan ichi va sirtidagi inqilob va kurash davolarimizda beshimizdan o'tkazgan ochiq tajriba saboqlarimizni yakunlash uchun biz oldi bilan mayli qaysi tashkilotni qurayli veya partiya qurayli veya hukumat qurayli, biz bu tashkilot ve partiyalarning haqiqiy vatanimiz xalqimizning manfaati uchun hiç to'salg'isiz, hiç qarşılıksız ve müstakil halda tashqi kuchlarning her xil niyet ve maqsadlarda bergen iqtisodiy jihatdagi yordamlardan mustasno halda kuchlik ideologiyasining orqasida ching turib, vatan millatimiz xalqimizning umidi, düşmanimizni intayin qo'rqoq soladigan ve onu zavallıkka ilib boradigan kuchlik bir partiyani rivojlantirish uchun bütün vücudumuzdan tirishdik, tirishyapmiz ve tirishib kelyapmiz. Men bu vazifani olgan 1 yilga yaqin vaqt ichida partiyamiz ve partiya a'zolarimiz bo'libmi, partiyamizni qo'llaydigan oqsoqollarimiz, shundaqla yachiki rahbarlarimiz, bir qism ilg'or oliyjanob vatanparvar Uyg'ur qarindoshlarimiz mening jafoliq emgigim ve to'xtamay partiya uchun ishlayotganligimni nazarda tutib, yaqinda ular mening vaqtimni tamamen partiya uchun ishlatishimga sharoit yaratish maqsadida menga muzokiralashib, turmushimga yetib oshqidek darajada $3000 yaqin muosh bekitishni muzokira qilib, qaror qilib menga uqtargan edi. Men intayin samimilik bilan, nayeti çıraylık bir şekilde
bu maaşını red kıldım. Meyli o vermekçi bolgan maaş 2000 dolar olsun veya ki 3000 dolar olsun, o mening turmuşumga normal hatırcam yaşamga Amerika'da yetetti. Lekin ben bunu red kıldım. Sebebi taşkı dünyada elip bağan davalarımızda, inkılap ve küreşlerimizde teşkilatlarımızın ötküzgen hatalıkları, yetersizlikleri, açık real tecrübe sabahları meni bu intayın hoşallık, razılık ve razimenlik bilen berilgen bu iktisattan vaz geçişke sebepçi oldu. Sebebi men bu bir insan. Eğer partimiz ve partiye rehberlerimiz, aksakallarımız tarafından berilgen bu iktisatını tapşırıp alsam, o halda elbette partiye için 24 saat işleş şaraiti tuğulgan buldu. Lekin iktisat intayın yaman neyse. Ben bununla ügünüp kalsam, o halde ben bütün vücudum bilen bu hizmetini işleşilen birge vakitinin ötüsü bilen bu kovgusu yok teyyapılığı ügünüp kılıp ben bu vazifemden vazgeçiştin ve yanımga iktidarlık adamlarını ekilişten korkuduğum bu kalime. Sebebi ben bu iktisattan ayrılıp gelişini xalamayman. Şunun için men bir insan buluş süptüm bilen insanlarda bulunduğun bundak bir acizlikni yengiş için dastlabki qadamda red qilishni layık gördüm. To'g'ri qildim deb qarayman. Mana minglagan, 10 minglagan partiya a'zolarimiz ishinib, vatan xalqimizni ozod qila oladi, partiyamizni to'g'ri bir nishonga sog'lom yetaklay oladi deb ishongan ekan, uning uchun men oldi bilan sog'lom turmag'im. Qandaqdir, kim bo'lishdan qat'iy nazar tashqi bir kuchlarning iqtisodiy yordamini qabul qilib, ondan ularning ideyasi, g'oyasi bo'yicha nizomnomalarimizni tegishtirdigan, vatanimiz xalqimizning birdan bir davası bo'lgan haq talab va zimin davasini qandaqdir Xitoyning ishki qismidagi 56 millatning birsining, ya'ni bir millatning davasiga aylantirib, bizning zimin davarimizni tadrijiy holda kichiklatib, uni biz Xitoyning ichidagi 56 millatning birsining davasiga aylantirib qo'yishdan iborat bundaq bir xatarlik siyosiy strategiyadan neri turmoqchi va uni yengmoqchi bo'ldim. Aziz vatandaşlarım, odam mustaqil bo'lgan taqdirdami, mayli o davlat bo'lsin yoki guruh bo'lsin, u iqtisodiy jihatdan ozod bo'lmaydi ekan, u hamon 100% mustaqil bo'lgan hisoblanmaydi. Shuning uchun biz partiyamizning bu kuchli nizomnomasi ve bu vatan mening vatanim. Mendan boshqa hech qanday bir kuch, hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh ve hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq bo'lmaydi degan mana shunday kuchli ideologiyasini haqiqiy ma'nodan amalga oshirish ve xalqaro qonunlarga uygun holda tashqi dunyoda askar qurish ve ularni qo'riqlantirish vaqti kelsa kuchli dushmanimizga qattiq zarba berish uchun jiddiy tayyorligimizni boshladik ve çokum amalga oshiramiz. Biz bundaq bir kuchli armiya qurish ve onun xalqaro qonunlarga uygun ekanligini so'zlagan vaqtimizda nurg'un qarindoshlarimiz bizga qarshi bu mumkin emas. Tashqi dunyo uni hech qo'llamaydi. Uyg'urlar unchilik o'yg'onmadi, iqtisodiy jihatdan to'lama ojiz, askarlarni baqolmaydi deganga o'xshash turli negativ, yani selbi ko'z qarashlarni o'ttirg'a qo'yib, bizning bir millat bo'lish sifatimiz bilan ittifoqlashib, uyushib bundaq bir cho'ng ishni qila oladiganligimizga bo'lgan xalqimizning ishonchisini sustlashtiryapti. Bu intayin xatarlik bir vaziyat. Buni o'ngishimiz lozim. Uning uchun biz partiyamiz qurilgandan tortib toki hozirgacha biz hech kim demaganni degili ve hech kim qilmaganni qilg'ili chiqdik degan bu prinsipimiz bo'yicha ish ilib beryapmiz ve bir kısım neticelerge eriştik. Aziz vatandaşlarım, bana işinip bu partinin reislik vazifesini berganlarga yana bir qitim rahmet. Ben Amerika'ga 30 yaşımda çıkıp hazır 55 yaşa kirdim. Bu 25 yıl jarayonida men to'xtamay xalqimizga turli medialar, konferanslar, yig'ilishlar,
özara müzakereleşip sorunlar ve berişkilişlerde bizning davarimizning hech qachon inson haqlari, kishilik huquq davosili emasligini, aksincha haq talab zimin davosi ekanligini to'xtamay anlatib keldim ve hiç bu fikrimden 25 yılınızı yanmadım. Bulupmu bu jarayonda vatanimiz, xalqimiz uchun men turli tashkilotlarga a'zo bo'lib vazifa ilib ishladim. Ammo Alloh guvochim bo'lsinki, taki bugunga qadar men bilan ishlagan qarindoshlarimiz hilmi hayot. Bir tiyin vatan millatning davosi uchun hech kimdan haq olmadim ve olmayman. Men o'z kuchimga tayinib qildim. Buningdan keyin ham shundoq. Aziz vatandoshlarım, men bu davoni, bu qinimga singan millatchilikni, vatanimiz, xalqimizning haqiqiy ma'nidan hur, ozod, mustaqil yashashiga bo'lgan cheksiz ishonchimni amalga oshirish uchun men hech bo'shashmadim, bo'shashmayman, mumkin emas, hargiz bel qo'yib bermayman. Mening Xitoydan oladigan ziminim, ozod qiladigan xalqimdan boshqa 17 yaş kirgende Xitoy tarafından öldürülgen bir oğlumның qisası hem var aziz vatandaşlarım. Bana okşaş mınlıgan, on mınlıgan, milyonlıgan ata-analar perzentlerden, ata-analardan, ağaç sığırlardan, kızlardan ayrılıp bu bizning davarımız Xitoyning yavuzluğu, eşeddiliği, zoravallığı tüpeylidin bu dava qisasqa aylandı. Biz intayin köp bedel türüdük ki ama bunun bedeliga biz bu milletimizin zimin ehtilap davasının mengü ölmeydiğanlığından ibaret bir kısas, intikam, küreş yoluga bu Xitay bizni tayyor qildi. Onun için ittifaqlaşmamız lazım. Onun için hemkarlaşmamız lazım. Onun için birleşmemiz lazım. Şunun için partimiz ciddi hareketga kelib dünyanın her qaysi joylardan o'ziga ko'plab partiya a'zosini qabul qilish orqali tashqi dunyo va xalqimizga umid, ishonch va bir xil hurmatni shakllantirmoqchi. Xalqimizni g'ururlantirib, dushmanimizni sarosima qilmoqchi biz. To'g'ri, dushmanimiz intayin kuchli. Ama şundak bir hakikatini unutup kalmaylı ki her kandak vakitte acizlarını küçükler besip algan buludu. Lekin dünya tarihine nazar salsak acizlar her daim ittifaklaşıp, ömlüşüp, kan töküp, can verip, küreş kılıp, küçlük düşmanının üstüden galip gelip bugün günlükte azat, hür, müstakil yaşavadıdı. Dünyada köp sallığı hatalaşkan milletlerle xuddi biz Uyg'urga o'xshash qo'l va bichora yashaydi. Ko'p sonlig'i xatolashmagan, oz sonlig'i xatolashgan millatlar hammasi bugungi kunlikda hur, ozod va mustaqil yashayotmoqda. Aziz vatandoshlarım, bu nuqtadan qaraganda shunday hukm chiqara olamizki, biz Uyg'urlarning ko'p sonlig'imiz xatolashgan, oz sonlig'imiz to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lganligimiz uchun bugünkidek içinişlik bir ahvalda yaşayıp tuttuk. Biz bunun hatim vermemiz lazım. Onun için partiye azalarımızın sanını biz bu yıl 10 mınga, kilajili 100 mınga, hatta milyonga yetkizgen çıkımızda biz iktisadi cihetten özümüz azat kılalayımız. Özümüzden iktisadığı tayinip faaliyet etpar alayımız. Öz işimizden armiye asker kuralayımız ve onu bakalayımız. Şundakla en mühimi taşki dünyanın bulup mu Amerika'nın ilgili ben sözlegendek Amerika hükümetinin Uygurlarını intayin mehmandoz, nakşı müzikiga amırak, kişilik münasebetki intayin yaxşı bir millet ama çoğun siyasette işinişki bulmaydı deydiğen bundak bir karışını çukum özgetmekimiz ve xalqara güçlerinin mu bulağı yerden bersek çukum düşmanını ağdırış için küreş kılışkı teyyaken diyen bir hakikatini anlatmamız lazım. Onun için partiye azalarımızı köpeytimiz. Onun için bu arkalık özümüzden iktisadını özümüzge tayinip küçeytimiz. Şu çağda biz kandaktır bir taşki güçlerinin iktisadi yardımını tayinip kılıp nizamnamelerimizni, doğru fikirlerimizni özgertişke mecbur bulup kalmayımız. Ben bu davaga bana muşu şekilde çıktım. Ben cevabımni Allah'a veremem. Ben Allah'ın rezalığı
ve vatanimiz xalqimizning hürligi, azadlığı üçün kurash qilaman. Uning uchun bir qism kishilar mening haqiqiy kimligimni to'nig'icha va mening fikrlarimni tushunib yetkichi bo'lgan orliqda meni ba'zilari chiroyli shaklda, ba'zilari intayin qo'pol ahonatlar bilan haqoratladi. Men ularga javob bermadim. Bu ulardan qo'rqqanligim, javob berolmaganligimdan emas. Men bularni butunlay Allohga qo'yaman. Allah haqning oqisi turgan kishilarga, haqning oqisini mangan to'plarga, guruhlarga özlerinin periştelerini üyetiş arkalık, onun xalqining quliqiga pichirlab, yuragiga pichirlatib, çoqum bizga ergashtirganligiga shartsiz ishoniman ve barliq partiya a'zolarimizning, rahbarlarimizning menga o'xshash çoqum yaqin kelgusida Uyg'ur millatchiligi ve Uyg'ur g'ururini tiklash arkalık, Uyg'urlarning o'z buyuk nomi bilan qurilgan Uyg'uriston davlatining çoqum yaqin kelgusida mustaqil, azod hür bir devlet bulduğanlığa bana okşaş Çin kalbinlardan işinişinlerini samimi iltimas kılımen. Aziz vatandaşlarım, şu münasebetle roza hitinizlarga mübarek olsun. Her kaysınızlarga Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundan ki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.